Tushda mashina haydashni ko'rishning ta'birlari. Agar siz tushingizda mashina haydayotganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bu tush odatda hayotingizni o'zingiz boshqarayotganingizga ishora qiladi. Bu sizning qarorlaringiz, yo'lingiz va maqsadlaringiz o'z qo'lingizda ekanligini bildiradi. Agar siz mashinani ishonch bilan bemalol va to'g'ri yo'lda haydayotgan bo'lsangiz, demak siz hozir to'g'ri yo'ldasiz. Hayotingizda qilayotgan ishlaringiz sizni yaxshi natijalarga olib borishi mumkin. Agar mashinani juda tez haydayotgan bo'lsangiz, bu shoshqaloqlikdan ogohlantiradi. Balki siz hayotingizda ba'zi qarorlarni o'ylamasdan qabul qilayotgandirsiz. Bu tush sizga biroz to'xtab, o'ylab ish qilish kerakligini eslatadi. Agar yo'l notekis, qorong'u yoki xavfli bo'lsa, bu yaqin kelajakda qiyinchiliklar yoki noaniqliklar bo'lishidan darak beradi. Lekin bu faqat ogohlantirish. Siz ehtiyot bo'lsangiz, bu muammolarni yengib o'tishingiz mumkin. Agar mashina buzilib qolsa yoki to'xtab qolsa, bu rejalaringizda to'siqlar borligini bildiradi. Balki siz biroz dam olib, yo'lingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerakdir. Yana bir muhim jihat, agar siz mashinani boshqara olmayotgan bo'lsangiz, bu hayotingizda nazoratni yo'qotayotganingizni anglatishi mumkin. Bu tush sizni o'zingizni qo'lga olishga chaqiradi. Xulosa qilib aytganda, tushda mashina haydash bu sizning hayot yo'lingiz, qarorlaringiz va ichki holatingizning aksidir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.